اصلا يعني تحت الانقاض، وهذا من تحت الانقاض طلع. Bugun nonushta qildingizmi? Yoki kecha to'yib ovqatlandingizmi? Ha, biz musulmonlar har kuni ko'nglimiz tusagan narsalarni yeyapmiz. Qornlarimiz to'yyapti. Lekin G'azzodagi musulmonlar esa har kuni ochlik bilan va har kunni qanday bugun qornim to'yadimikin degan dard bilan o'tkazishyapti. Chunki bosqinchi yoxutlar ularni qattiq qamal ostiga olib qiynashlikda davom etyapti. Va ochlik sababli vafot etgan musulmonlarning adadi ham yuzlarcha bo'lib ketdi. Nima sababdan? G'azzo ahli butun islom musulmonlarning yukini ko'taryapti. Axir Falastin, G'azzo bizning muqaddas diyorlarimiz edi. Nima sababdan biz bu narsaga befarq bo'lyapmiz? U ham mayli. G'azzodagi musulmonlarchi, bir musulmonning qoni Ka'batullohdan ham oliy emasmidi? Endi G'azzoda yuzlarcha musulmonlar vafot etyapti. Yuzlarcha musulmonlar ochlikdan vafot etyapti. Qardoshlarimiz, muslima opa-singillarimiz, hasbunalloh va ni'mal vakil. Ha, u yerga ba'zi tashkilotlar, xayriya tashkilotlari taraflaridan yordamlar keltiryapti yoki ba'zi davlatlar tomonidan yordam keltiryapti. Lekin keltirilayotgan yordamlar u yerdagi millionlarcha musulmonlarga hammasini to'yg'izishga yetmaydi. Aytib o'tganimizdek, qancha musulmonlar ochlikdan vafot etyapti. Ochlik tasavvur qila olyapsizlarmi? Biz o'zimiz kun davomida, agar bir kun davomida och qoladigan bo'lsak, qanchalik qiynalamiz? Ramazon oyida qancha musulmonlar och qoladi? Ya'ni roza tutishlik maqsadida. Ya'ni ba'zi vaqtlarda shu roza tutishligimiz ham bizga qiyin bo'ladi. Endi G'azzodagi musulmonlar bir insonning ochlik sababli vafot etishi uchun bir necha kunlar kerak bo'ladi. Ya'ni o'ylangki, G'azzodagi musulmonlar bir necha kun davomida ochlik bilan kurashib oxirat taslim bo'lishyapti. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Lekin Alloh taoloning rahmati keng. Biz musulmonlar qachon Allohdan nusrat keladi degan vaqtimizda va umidlarimiz so'ngan vaqtda Alloh nusrat keladi. Chunki bizga qiyinchilik kelmasdan turib biz yaxshilikka erisha olmaymiz. Chunki islom tarixi davomida musulmonlarning har zamonki boshiga qachonki og'ir qiyinchiliklar kelgan vaqtda uni orqasidan yengilchilik kelgan. Ha, bugun musulmon ummatining qiyinchiligini G'azzodagi musulmonlar ko'ryapti. Alloh ularga ofiyat va nusrat bersin. Lekin Allohning fazli va rahmati bilan qo'limizdan kelgancha, zarracha bo'ladigan bo'lsa ham G'azzo xalqiga yordamlarni ulashtirib qolishligimiz kerak. Va bizlar ham Muriya Qalblar xayriya jamoasi o'laroq mana bu narsaga qattiq bel bog'laganmiz. Ya'ni qo'limizdan kelgancha yordamlarni ulashtirishlikka, qo'limizdan kelgancha ularning voqealarini ko'rsatishlikka harakat qilib kelyapmiz. Va shu narsaga befarq bo'lmagan qancha aka-uka, opa-singillarimiz bo'lyapti. Va ularning ihsonlari bilan, sadaqatlari bilan, yordamlari bilan G'azzodagi bir nechta musulmonlar, balki bir necha yuz musulmonlar qornlari to'yyapti. Bir tunni qornlari to'q holatda o'tkazishyapti. Bu qancha bir ne'mat, bir musulmon ihson qiluvchi inson uchun va ularning duosini olyapti. Alloh taolo mana shunday qo'li ochiq, ihsonkor aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin va ularning ihsonlari, yordamlari bilan bizlar ham mana shunday G'azzodagi ahllariga issiq taomlar ulashlikda, ularning qornlarini to'yg'azishlikda davom etyapmiz. Agar sizlar ham ihsonkorlar karvoniga qo'shilishni istaylar, G'azzodagi ochlikdan qiynalayotgan yosh go'daklarni, yosh bolalarni quvontirishni istaylar, bizni aloqa manzillarimizga chiqishinglar mumkin. Bizlar ham imkon qadar G'azzodagi mazlumlarga, ahlimizga yordamlaringizni ulashtirishda davom etamiz. Alloh taolo zolimlarga kifoya qilsin. Alloh taolo bosqinchilarni mana bu bizning muqaddas diyorlarimizdan chiqarib tashlasin. Alloh taolo barcha musulmonlarni birlashtirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.